Assalomu alaykum muslima qizlarimiz. Bugun sizlarga sehrli damlama damlashni o'rgataman. Bu sehrli damlamamiz klimaks davrini oldini oladi. Klimaks davri jarayonida bo'lsangiz to'xtatib turadi. Katta yog'in ichak faoliyatini ishlashiga yordam beradi. Sizdagi 5 kilodan 8 kilogacha vazningizni tashlashga yordam beradi. Qani ketdik qizlar. Qizlar mana choyni damlab stakanga sizib olamiz. 250 gram stakanimizga yarmini quyib olamiz. Buni bir qo'shig'imizda dolchin damlamasini solamiz. Yana bir qo'shig'da kurkuma damlamamizni tashlaymiz. Qizlar, bu damlamani ertaman nahorda tayyorlab qo'yishingiz kerak. Tayyorlab qo'yib, kechki payt yotar paytingizda ichib yotasiz. Qizlar, dolchin, kurkuma bir osh qoshiqdan soldik. Endi esa lavrulist solamiz. Uchidona lavrulist solamiz qizlar. Sehrli urug'imizni solamiz. Sehrli urug'imizga kim qiziqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar qizlar. Mana biz sehrli urug'imiz solamiz. Aralashtiramiz qizlar. Aralashtirib, bunga bir osh qoshiq limon aralashtirdim. Qizlar, bu damlamamizni aytganimdek nahorda tayyorlab qo'yib, ustini dimlab qo'yamiz. Kechki paytda yotish oldidan iste'mol qilamiz. Iste'mol qilishdan oldin qaynoq suvni quyamiz. Qaynoq suvni quydik. Damlamani iste'mol qilishdan oldin kokos yog'idan bir qoshiq ichib, keyin damlamamizni iste'mol qilamiz. Qizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, doim yosharib yuringlar. Deceived heart again, 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 again. Deceived heart again, again, again.